Aslini olganda iPhone siz o'ylagandek qulay va mukammal telefon emas. iPhone iOS tizimida ishlaydi. Shu sababli siz App Store'dan boshqa hech qayerdan o'yin yoki ilova yuklay olmaysiz. Eng muhim kamchiliklardan biri bu uning akkumulyatoridir. Faqat Pro Max modellarigina siz kutgandek quvvat ushlab bera olishi mumkin. Oddiy modellar bundan mustasno. Quvvatlash tezligi ham a'lo darajada emas. Androidlardagi kabi tezkor zaryadlash va super tezkor zaryadlash kabi rejimlari bunda yo'q. Yana bir kamchiliklardan biri siz istalgan qo'shiqni rington sifatida o'rnata olmaysiz. Faqat iOS 26 ga kelibgina bu funksiya qo'shildi va bu Androidlardagi kabi sodda va oson emas. Micro CD ya'ni fleshga o'rnata olmaysiz. Multitaskingning yo'qligi, interfeys sozlashdagi cheklovlar va muhim bir kamchiliklardan biri buning guest ya'ni mehmon rejimining yo'qligidadir. Nusxalagan matnlaringizni saqlaydigan bufer ham mavjud emas.